Andijon shahrini markazidan eski shahar hududiga juda ham yaqin bo'lgan mahallada 10 sotiklik xonadon sotuvga qo'yilgan. Xonadonimizni atiga 79 mingga berib yuboramiz deyishganda, hayron bo'lib, eski uy bo'lsa kerak, kelib ko'raylikchi degan edik. Juda ham zo'r taklif ekan. Kirib yashashga tayyor, undan ortiq xonalari bor ekan. Hozir kirib yaqindan tanishib chiqamiz. Hovliga kirishimiz bilan biz shunaqa katta darvozaxona kutib oladi. Bu yerga ikkita mashina bemalol sig'dirsa bo'ladi. O'ng tarafimizda ikkita mehmonxona uchun katta xonalar qilib qo'yishgan ekan. Mehmonxonalarda bitta qulay tarafi, ikki tarafdan eshigi bor. Ya'ni darvozaxonadan kirishda o'ng tarafda hojatxona, hammom qilib qo'yishgan. Shu yerdan ham kirsa bo'ladi va hovlining ichki tarafidan ham kirish uchun qulay qilib qo'yishgan ekan va undan keyin oshxona va yana ko'plab xonalar. Aytib o'tganimizdek, bu xonadonda 10 dan ortiq xona, ayvonlar, zelyonli zonalari, uzum daraxtlari, so'rtaylari, naveslari, xullas kirib yashashga hamma sharoit tayyor. Faqat jihozlarni olib ketamiz deyishyapti. O'zingizlar jihozlaringlar bilan kelib, o'zingizlarga moslab chotki qilib olsanglar bo'ladi. Lekin remontlari ham atak yangi ekan, hech qancha bo'lmadi qilinganiga deyapti. Bu xonadonni ko'rib 2000-yillardagi boy akalarning uylari esimga tushib ketdi. Sababi yoshligimizni eslayman. 2000-yillarda boylarning uyiga e'tibor berganmiz, kirganimizda xuddi shunaqa muhit, shunaqa bir romlari, baryerlari shunaqa ko'rinishda bo'lardi va ayniqsa mebellari ham eski mebellardan ekan, qimmat mebellardan, luxury bo'lgan bir paytlari. Menga eng yoqqan tomoni aynan shu joy bo'ldi. Bu xonadonda orqa tarafida shunaqa o'zini katta hovlisi ham bor ekan. Bu yerda mevali daraxtlar, hayvon boqqani, har xil chorvachilikda, shunga o'xshash har xil maqsadlarda foydalansangiz bo'ladi inshaalloh. Yana bir muhim jihat, shu yonimda turgan orqa tarafdagi xonadon ham sotmoqchi ekan. Buni aytishimdan maqsad, bu xonadonning darvozasi orqa tarafdagi mahallaga qaragan. Ya'ni agar Alloh nasib qilib bu xonadon ham siz bu yerni olganingizdan keyin sotmoqchi bo'lib qolsa, u yerda ham o'zingiz olib qo'yib, u tarafdan ham darvoza ochib olsangiz bo'ladi inshaalloh. Xullas, akalar, opalar 79 mingga 10 sotiklik kirib yashashga tayyor va shunaqa o'zini hovlisi, mevali daraxtlari, gaz, suv, svet, hamma kommunikatsiyalari bor joy. Yana eng qizig'i shaharning markazidan, eski shahar hududidan, bu tarafda Chorguzar ham yaqin, bu tarafda eski shahar. Xullas, bunaqa variant topish juda ham qiyin. Shoshilinglar, pastda raqamlar qoldiraman, telefon qilib qolgan ma'lumotlarni to'lig'icha egalaridan so'rab olsanglar bo'ladi. Alloh barakasini bersin, gazini bosinglar.